O'zenergo inspeksiya Namangan viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan iste'molchilarga neft mahsulotlarini o'z vaqtida va sifatli yetkazib berish, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridagi avtobenzinning sifati davlat standartlari talablariga muvofiqligi jiddiy nazoratga olingan. Hozir shu haqda Aholi turmush darajasining oshib borishi tufayli avtotransportlar soni kun sayin ko'paymoqda. Bu esa o'z-o'zidan yonilg'iga bo'lgan ehtiyojni orttiradi. Hozirgi vaqtda Namangan viloyatida jami 184 ta avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchasi mavjud bo'lib, kuz-qish mavsumida yonilg'i resurslariga bo'lgan talab keskin oshganligi sababli hududiy boshqarma tomonidan muntazam ravishda nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. 2025-yil davomida 18 ta shoxobchada sotilayotgan neft mahsulotlari, ya'ni avtobenzin, davlat standarti talablariga javob berishi bo'yicha namunalar olinib, maxsus laboratoriyada sifat ko'rsatkichlari tekshirildi. O'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, 18 ta shoxobchada 206.284 litr avtobenzin sifati buzilganligi aniqlanib, sotuvga chiqarilishini oldi olindi. Tadbirkorlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda 416,5 million so'mlik iqtisodiy jarimalar qo'llanildi. O'zenergo inspeksiya Namangan viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan shu har bitta Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan yoqib qo'yish shoxobchalari bilan laboratoriya bilan shartnoma tuzilgan bo'lib, shu har oyda yoki har bir mahsulotdan belgilangan tartibda namunalar olinib, sifat tahlillari olib borilayotgan. Sifatsiz chiqqan holatda uni sifatini tiklash yoki uni o'sha ishlab chiqaruvchi tomoniga qaytarish holatlari, choralari ko'rilayotgan. Kuni kecha o'sha bir fuqaro tomonidan yoqib qo'yishgan. Keyin shu motorlarda yoqimsiz ovoz paydo bo'lgan bo'yicha murojaat kelib tushgan. Ushbu holat bo'yicha shu murojaat rasmiylashtirilganda tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil bilan kelishilgan holatda joyiga chiqqan holatda shoxobchadan namuna olinib, sifat tahlili o'tkazish uchun Toshkent markaziy kimyo laboratoriyasiga yuborildi. Ana shunday nazorat tadbirlaridan biri Davlatobod tumanidagi tadbirkor Nuriddin Iminjanovga qarashli avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchasida o'tkazildi. Yonilg'i saqlash sig'imlaridagi avtobenzindan namunalar olinib, laboratoriyaga jo'natildi. Biz haydovchilarning fikri bilan qiziqdik. Nima deb o'ylaysiz? Shoxobchalarni bugun tanlanib qolishi nimadan? Sifatsiz benzin ham sotilishi mumkinmi? Albatta, birinchi o'rinda sifat, xizmat ko'rsatish, keyin narx-navo ham bunga sabab bo'ladi. Shoxobchamiz o'chilganiga 4 oycha bo'lib qoldi. Yaxshi sifatli benzinlarimiz Rossiyadan keltiriladi. 92, 95, 98, 100 benzinlargacha sotilmoqda. Maqsadimiz sifatli benzinlarni olib kelib sotish. Bizning shoxobchamiz O'zenergo nazorat inspeksiyasi bilan shartnoma tuzilgan. Benzinlarni vaqti bilan kelishiga nazorat qilib, sifatini tekshirib berishadi. Keyingi manzilimiz yangi Namangan tumanidagi O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchasi bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan maxsus uskunalar yordamida avtobenzindan namunalar olindi. Mana shu shoxobchani mijozlaridan biriman. Sababi sifatli xizmat ko'rsatishadi. Ayollarga hurmatlari boshqacha. Masalan, kechki payt ishdan qaytayotganimizda yoki boshqa mahallada tirbandliklar yuzaga kelib qolsa, ayollar uchun albatta navbatlar beriladi. Ayollarni o'ylashgan uchun, sifatli mahsulot sotishgan uchun, narx-navoda ham eng yaxshiligi uchun shu yerga doim kelamiz. Hozirgi vaqtda neft mahsulotlari, jumladan avtobenzinga bo'lgan talab oshganligi bois, iste'molchilarni uzluksiz neft mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida neft omborlari hamda xususiy yonilg'i qo'yish shoxobchalari faoliyati doimiy nazoratga olib borilmoqda. Yangi Namangan tumanidagi Trans savdo oil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchasida ham sotilayotgan yonilg'i sifatini tekshirish tadbiri o'tkazildi. Hozirgi kunda aholiga neft mahsulotlari yetkazib berishda asosan O'zenergo nazorat inspeksiyasi orqali tekshiruvlardan o'tkazib, aholiga sifatli benzin mahsulotlari yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda hech qanaqa e'tirozlar tushgani yo'q. Aholiga qish mavsumida sifatli xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Viloyatimizdagi barcha avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchalari tomonidan O'zenergo inspeksiya Namangan viloyati hududiy boshqarmasi bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq belgilangan muddatlarda neft mahsulotlari sifati davlat standartlariga muvofiqligi tekshiruvdan o'tkaziladi. Shuningdek, hududiy boshqarmada bu boradagi murojaatlarni qabul qilish uchun 24 soat mobaynida ishonch telefoni tashkil etilganligi yuzaga kelgan muammolarni hal etish, iste'molchilarni sifatli yonilg'i bilan ta'minlashga xizmat qiladi.